Yaqında Litva Xitoydagi diplomatik xodimlarni chekindirib ketgan bo'lib, Xitoy doiralarining ularning vizasini uzartib berishni rad qilganligini va bu sababli Vina ahdinomasiga xiloflik qilganligini aytgan edi. Xitoy tashqi ishlar ministrligi bo'lsa buningga inkos qaytarib, Litva doiralarining so'zlariga norozilik bildirdi. Litvaning Tayvan bilan bo'lgan diplomatik munosabatini kuchaytirishiga ergishib, Xitoy bilan bo'lgan munosabati yomonlashdi. Xitoy virusining Omikron varianti tez sur'atda kengayayotgan Gollandiyada tunugundan boshlab 4 hafta to'liq taqash yo'lga qo'yildi. Faqat asosliq ehtiyoj ta'minlaydigan joylar uch holatda turadi. Juma kunidan boshlab Malayziyada yoqqan qattiq yomg'ir daryolarning teshishini keltirib chiqarib, nurg'un uy va korxonalarni suv besib ketdi. Minglagan sho'pirlar yo'lda to'xtab qoldi. Qattiq yomg'ir keltirib chiqargan kelkun sababidan kam deganda 30 ming odam tarqoqlashtirildi. Bosh ministr Ismoil Sabir Yaqub buzilgan uy va ul aslihalarga taxminan 23 million 700 ming dollar yordam qiladiganligini aytdi. Angliyaning Yevropa Ittifoqidan ayrilish suhbati, ya'ni Brexit suhbatiga rahbarlik qilgan ministr David Frost xizmatidan iste'fo berdi. Bosh ministr Boris Johnsonning ishxonasidan e'lon qilingan iste'fo xatiga qaraganda, Frost Angliyaning Yevropa Ittifoqidan ayrilishi hozir kapolatga ega qilindi deb o'zining xizmatidan ayrilishni xohlaydiganligini bildirgan. Frost yana Yevropa Ittifoqi bilan bo'lgan munosabatni qaytadan o'rnatishning uzun muddatlik vazifa ekanligini o'tirib qo'ygan. Egilenishicha, Armeniya parlamentining muavin boshlig'i Robin Robinyan Turkiya bilan bo'lgan munosabatni normallashtirish doirasida alohida vakil qilib tayinlangan. Yana bir tarafdan Turkiya tashqi ishlar ministri Mavlut Chavushoğlu Turkiyaning Washingtonda turishliq sobiq bosh elchisi Sardar Qilishning Armeniya ishlari alohida vakili qilib tayinlanganligini e'lon qildi. Aljeriyaning xalqaro futbol birlashmasi Arab Lonqisi chempionligini tabriklash faoliyatida 2 kishining qazo qilganligi, 40 necha kishining yaralanganligi xabar qilindi. Egilenishicha, Qatarning sohibxonligida tunji qatim o'tkazilgan Arab Lonqisi hal qilg'ish musobaqasida Aljeriya 0-2 natijasida Tunisni mag'lub qilib chempion bo'lgan. Xabar qilinishicha, Janvada o'tkazilgan qotil mashina odam deb atiladigan avtomatik qurol sistemasini ishlatishni cheklash to'g'risidagi suhbat Rossiya, Amerika va boshqa bir qancha davlatning qarshi turishi sababli ko'rinarli ilgarilashga erishalmagan. Bu sababli Birlashgan Davlatlar Tashkilotining uchquchisiz, yiroqdan kontrol qilinadigan yoki avtomatik qurollarni tangshash kurashi kelar yilmi davomlashadi ekan.